Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisiz? Shalolada qiziqish ustunlik qildi. U qayta tarmoqqa ulanib darhol Zokirning profiliga nazar tashladi. Vaqtiga Zokir onlayn emas ekan. Shalola qo'llari qaltiragancha asta-sekin Zokirning profilidagi barcha rasmlarni ochib ko'ra boshladi. Zokir shaxsiysiga oilasi haqida ma'lumot beradigan birorta surat joylamagan ekan. Shalola negadir bundan bir muncha yengil tortgan bo'ldi. Ammo Zokirning shaxsiysi uni o'zining rang-rang suratlari bilan to'la ekan. Keyingi yillarda Zokir yana ham savlatli bo'lib ketibdi. Mumtoz va sport uslubida kelishtirib kiyim kiygan, ko'zlari o'ychan. Bu yigit yillar davomida har qanday qizning xushini olar darajada ko'rkamlashgan edi. Shalola Zokirning ham 2 farzand ko'rganidan xabari bor edi. Biroq endigina 22 ga kirgan bu yigitni tanimaganlar bu haqiqatga asli ishonmagan bo'lar edilar. Shalola tarmoqda Zokirni bir haftacha kuzatdi. Zokir ham uni erkak kishi deb qabul qilgani uchunmi yoki guruhida yig'ilgan mingdan ortiq obunachilar qatorida ko'rdimi, qaytib ortiqcha e'tibor bermadi. Shalola esa yigitning yanada so'zamol, yanada xushmuomala bo'lib ketganligiga guvoh bo'lib entikib ketdi. Shu bilan birga u ko'ziga yillar sinovida pishgan, o'zini tutib olgan bo'lib tuyuldi. Shalola shu kunlar davomida guruh tashkil qilingan sanadan boshlab Zokirning yozishmalarini o'qib chiqdi. Zokir o'ziga murojaat qilganlarga shu qadar ehtirom bilan munosabatda bo'lgan ekanki, yigitning axloqiga besh ketgan har qanday inson beixtiyor uning doimiy mijozlari qatoridan joy olishini istab qolishi tayin edi. Shalola Zokirning guruhda yozishini zor intizor bo'lib kutadigan bo'lib qolgandi. U Zokirning har bir yozgan so'zlarini sog'inch bilan qayta-qayta o'qir edi. U tarmoqdan chiqqan vaqtda esa o'zini eriga nisbatan xuddi xiyonatkordek his qilar. Zokirga o'sha bir og'iz "ha" deb javobidan boshqa o'rtalarida arzigulik hech bir gap, so'z bo'lmagan bo'lsa-da, yuragi qattiq siqilar edi. Bu savdo oz ham emas, ko'p ham emas. Yuqorida aytilgani kabi naq bir hafta davom etdi. Bugun Shalola peshindan so'ng biroz dam olish ilinjida xonasiga kirdi-yu, odatiga ko'ra yuragi dukurlab tarmoqqa ulandi. Zokirning guruhida oldi-sotdi avjida ekan. Zokir ham ayni vaqtda onlayn bo'lib, yo'q ovozli xabar qoldirar edi. Shalola yozishmalarini o'qiy turib, guruhga yangi qo'shilgan yurakcha profilidagi qizning Zokirga nisbatan "Akajon, men keldim" deb yozgan xabarga ko'zi tushdi. Zokir ham ko'zlari shahlodan shahlo, husni bir qoshiq suv bilan yutgidek xushro'y qizga nisbatan qayerlarda qolgandingiz? Lichka o'tingchi, sizda muhim gapim bor deya javob qaytardi. Qiz ham o'lib turgan ekan shekilli, darrov deya lablarini chuchchaytirgan smaylikni jo'natdi. Zokir unga nisbatan "men ham" dedi u. Biroq ko'p o'tmay link jo'natdi. "Bu yoqda kutaman." O'rtadagi suhbatga yuzlardan olov chiqqancha guvoh bo'lib turgan Shalola lip etib Zokir uzatgan linkni o'z telefoni xotirasiga nusxalab oldi. Uning ko'ngli allanimalarni sezganicha bor ekan. Zum o'tmay Zokir jo'natgan link guruhdan izsiz g'oyib bo'ldi. Shalolaning baxtiga yaqindagina o'zi nusxalab olgan guruhning obuna bo'lmay, tashqaridan o'qib kuzatish mumkin ekan. Shalola Zokir va boyagi qizning yozishmalarini yurak hovuchlab o'qiy boshladi. Yozishmalar shundan darak berardiki, Zokir emishki, bo'ydoq, anchadan buyon ko'nglidagi qizni qildirmoqda ekan. Unga turmushga chiqqan qiz dunyoning eng baxtli ayoli bo'ladi. O'zi uylanadigan qizni kaftida emas, boshida ko'tarib yurishi aniq. Bunga shubha qilmasa ham bo'ladi. Shalolaning borgan sari asabi buzila boshladi. Zokirga hamohang suhbatdosh qizning tinimsiz va beo'xshom bema'ni noz ishvalari go'yoki nimiqib tutayotgan o'tinga kerosin sepgandek natija berdi. "Tavba" deya o'yladi Shalola. Hozirgi zamonning qizlariga ham hayronsan. Bunchalik ochiqlik qayerda ekan? Shu qizning ham otasi, aka-ukasi bormikan? Bu ham mayli. Zokirni nima jin urdi?
ikkita munchoqdek bolasi turib xiring-xiringga pishirib qo'yibdimi? Shu qilgan ishlarining kasofati bolalarga urishidan qo'rqmasmikan? Shalola shu so'zlarni xayolidan o'tkaza turib, birdan ko'zlari yarq etib ochildi. O'zim nima qilayapman bu yerda? Menga pishirib qo'yibdimi? Mening ham Xudo bergan bolalarim, taqdirim qo'shilgan erim bor-ku. Erlik ayolning joyimi shu yer. Shalolaning yuragi ezilib ketdi. U shu topda qilib yurgan ishi nechog'lik jirkanch ish ekanligini fahmlagandek, ko'ngli chuqur iztirobda qoldi. Go'yoki o'zini minglab odamlar kuzatayotgandek uyatdan yerning qa'riga kirib ketgudek bo'ldi. Shalola bir qarorga kelib tarmoqdan chiqmoqchi bo'lganda, ko'zi Zokir tarafida yozilgan tanish so'zlarga tushdi. Sizsiz hayot, tuzsiz osh, bahori umr yo'q, ma'nosi yo'q tiriklik. Sensiz jonsiz jasadman men. Sababi mening jonim sen bo'lasan. Axir bu Zokir unga qayta aytgan, yuragiga g'ulg'ula solgan o'sha muhabbat izhori emasmi? Armonlarga hamroh bo'lib yashashga majbur qilgan so'zlar emasmidi? Narxi shuncha arzonmidi bu so'zlarning? Shalolaning peshonasidan muzdek ter chiqib ketdi. Quloqlari ostida otasining so'zlari guldirab yangradi. Soyib suyuqning o'g'liga beradigan qizim yo'q. Otasi kimi, o'g'li kim bo'lardi? Olmaning tagiga olma tushadi, shaftolimas. Oh dadajon-a, bu insonlarga ta'rif berishda yanglishmabsiz. Xo'rsindi Shalola. Bularni olmaga o'xshatmang. Arzimaydi ular bunday o'xshatishga, arzimaydi. Men shu suyuqni deb Xudo taqdir qilgan jufti halolimning haqqini to'liq ado etmadimmi? Pana-panada har kimga og'zini suvi kelib, iliqib yuradigan insonga Shalola birdan qizining suratiga qarab jilmaydi. Menimcha bu suratdagi qiz hali qiz ham emasdir. Kim bilsin, yoshi katta, biror bedova ayol bo'lsa ham ajabmas bo'lsa kerak. Kim bilsayam, Zokir uchun yuborilgan jazo bo'lsa-chi? Menga nima, battar bo'lmaydimi? Biring ikkinching bilan qo'shilib, har bir nima bo'llaring menga desa. Shalola o'zi o'qib turgan manzildan shart ortga qaytdi. Shu ketishda Zokirning oldi-sotdi guruhidan chiqib ketdi va shu asnoda telefonini yotog'ining narigi burchagiga shaxt bilan otib uloqtirdi. U birdan yengil tortganini, yuragidagi yillar davomida zil bo'lib bosib yotgan yukdan xalos bo'lganini his qilib mamnun jilmaydi. U nimalarnidir xayolida chamalab tashqariga yo'l olmoqchi bo'lganida, sal avval o'zi uloqtirgan telefoni bezovta jiringladi. Shalola hayron bo'lib telefon yotgan tomonga yo'l oldi. Qo'ng'iroq qilib yo'qlaguvchi kishi eri ekan. "Alo", dedi Shalola kunning tig'ida qurilishda g'ish turavergandan qop qorayib ketgan erini ko'z o'ngiga keltirib, xuddi birinchi uchrashuvga chiqayotgan bu qizlardek entikdi. "Assalomu alaykum." "Labbay dadasi, eshitaman." "Va alaykum assalom." Amirxon nimalardandir xursand edi. Bu narsa uning ovozidan yaqqol namoyon bo'ldi. "Shalola, bilasanmi nima? Bugun oylik oldim. Shunga sen yaxshi ko'radigan shirali xurmadan oldim. Keyin banan." Eriga javoban, "Kechga nima ovqat pishirib qo'yay?" deb so'ramoqchi bo'ldi-yu, ammo zumda fikridan qaytdi. Yaxshisi surpriz bo'la qolsin. Shalola shunday deya xayolidan o'tkazgancha oqildek cho'zib, ustida ajabtovur bezatilgan oshko'klar bilan saxiylarcha siylagan Amirxon yaxshi ko'radigan lag'monni ko'z oldiga keltirguncha tashqariga yo'l oldi. "Shoshilmasam bo'lmaydi. Dadasi kelgunlaricha ulgurishim kerak."